Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz restoranimizga. Nima buyurasiz? Rahmat. Maylimi menyuni ko'rsam? Bemalol. Siz qaysi ovqatdan tavsiya qila olasiz? Bugun tug'ilgan kunim. Shuning uchun bir o'zimni xursand qilay deb restoranga kelgandim. O'zi qancha pulingiz bor? 500 mingcha bor. Yaxshi. Sizga unda mana bu go'shtli assortini tavsiya qilaman. Ichga nimani tanlaysiz? Sharbat bo'la qolsin. Bo'ldi, xo'p, hozir olib kelaman. Shoshmang. Labi. O'zi bergan buyurtmamga sizga aytgan pulim yetarmikan? Albatta yetadi. Pulingizga yarasha ovqatni taklif qildim. Xavotir olmang. Ovqatlarimiz yoqdimi? Rahmat. Tug'ilgan kuningiz bilan bizni restoranimizda nishonlaganingizdan xursandman. Uzr, ming bor uzr. Hech qisi yo'q, xavotir olmang. Faqat tozalab olaman. Mana bu hisobingiz. Borib kassaga to'lov qilasiz. Tug'ilgan kunni yaxshi o'tkazing. Yigitni yuragidan urding. Ortingdan qarab qoldi. O'sha-chi, hayot faqat sevgidan iborat emas-ku. Odamgarchilik degan narsalar ham bor. Bugun tug'ilgan kuni ekan. Unga xizmat qilganimga xursand bo'ldi. Xormasinlar. Do'stim, Yaxshimisan? yaxshi rahmat. Kel. Qalay? Zo'r o'ynamanmi rolni? Gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqiy quruvchi ustalarga o'xshabsan. Xullas, xodimlaring sinovdan o'tdi. Ichida bitta bo'lsa ham odamgarchilikni saqlab qolgan xushmuomalaligi bor ekan. Ishchilari muomalasidan shikoyat qilishganda uncha ishonmagan. Пройдут времена, все отвернутся, а я никогда буду я рядом с тобою стоять.